Siz hech qachon shunday ahvolga tushganmisiz? Oldingizda tanlov bor, lekin ikkala yo'l ham sizni yoqiladi. Bu ayol ham xuddi shunday ahvolga tushdi. U tanladi va bu tanlov uning butun hayotini o'zgartirdi, lekin u o'ylagan tarzda emas. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugun men sizga bir hikoya aytib beraman. Bu hikoya bitta ayol haqida, bitta tender haqida va bitta tanlov haqida. Uning oqibati bir umr yodda qoldi. Lekin bu faqat bitta ayolning hikoyasi emas. Bu O'zbekistonda, Rossiyada, Qozog'istonda, butun postsovet makonida minglab tadbirkorlarning, korxona egalarining, oddiy xodimlarning kundalik hayotida yashiringan haqiqat. Tender. Bu so'zni eshitganingizda nima keladi xayolga? Pulmi? Imkoniyatmi? Rivojlanishmi? Ha. Lekin ko'pchilik bilmagan narsa, tenderning orqasida ba'zan shunday shartlar bo'ladiki, inson o'zidan o'tib ketadi, ozligini yo'qotadi yoki nomussizlikka ko'z yumishga majbur bo'ladi. Bugun biz shu haqda gaplashamiz. Ochiq, halol va juda muhim tarzda. Uning ismi Malika. 34 yoshda. Toshkentda kichik qurilish kompaniyasini boshqaradi. Yolg'iz. 2 farzandi bor. Eri 5 yil oldin vafot etgan. Malika erini yo'qotganidan keyin barini o'zi ko'tardi. Kompaniyani o'zi tikladi. Ishchilarning oyligini o'zi to'ladi. Bolalarini o'zi o'qitdi. U kuchli edi, lekin kuch ham chegarasi borligini biladi. 2022 yil kuz oylarida Malika bitta katta tender haqida eshitdi. Davlat buyurtmasi. Maktab binosi qurish. Qiymati 4 milliard so'm atrofida. Agar bu loyiha qo'lga kiritilsa, kompaniya 2 yil davomida barqaror ishlashi mumkin edi. Ishchilar hayotini o'zgartiradigan darajadagi loyiha. Malika hujjatlarini tayyorladi. Hamma narsa tartibda edi. Sifat sertifikatlari bor. Moliyaviy hisobot toza. Tajriba yetarli. Yov tender topshirdi va kutdi. Bir hafta o'tib unga telefon qilishdi. Malika xonim, hujjatlaringiz ko'rib chiqildi. Siz qobiliyatli tadbirkor ekansiz. Lekin shu so'z hammani to'xtatadi. Lekin bu tenderni olish uchun komissiya a'zolari bilan alohida uchrashish kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Malika tushundi. Juda yaxshi tushundi. Bu telefon orqali aytilgan gap so'z bilan aytilmagan taklif edi. Pul emas. Undan ham og'irroq narsa. U telefonni qo'yib, uzoq vaqt jim o'tirdi. O'sha kecha u bolalarini uxlatdi. Keyin stol yoniga o'tirdi va o'sha taklifni qabul qilish yoki rad etish haqida soatlab o'yladi. U nima o'ylagan bo'lishi mumkin? Agar qabul qilsam, loyiha mening. Ishchilarim maoshi bor. Bolalarim to'q. Lekin men kim bo'laman? Agar rad etsam, tenderni boshqa birov oladi. Ehtimol kamroq malakali, ehtimol kamroq vijdonli va men yana noldan boshlayman. Bu savol nafaqat Malikaning savoli. Bu jamiyatimizning savolidir. Siz hozir nima deb o'ylayapsiz? Malika noto'g'ri qildi, deydigan bo'lsangiz, bir daqiqa to'xtang. Chunki statistikaga ko'ra, O'zbekistonda 2023 yilda o'tkazilgan tadqiqotlarda tadbirkorlarning 67% davlat tenderlarida korrupsiyaviy bosimga duch kelganini tan olgan. 67%. Bu Malikaning alohida muammosi emas. Bu tizimning muammosi. Lekin bugun biz faqat muammoni aytib qo'ya qolmaymiz. Chunki hikoyaning davomida siz hech kutmagan burilish bor. Malika o'sha kecha qaror qildi. Lekin siz o'ylagan qarorni emas. U ertalab o'rnidan turdi. Bolalariga nonushta tayyorladi. Katta o'g'lini maktabga kuzatdi. Keyin ofisga bordi va o'sha raqamga qo'ng'iroq qildi. Men uchrashishga roziman. Lekin sizning shartingizda emas. Mening shartimda. Narigi tomonda jimlik. Men bu uchrashuvni yozib olaman. Va agar siz yana shunday taklif qilsangiz, men korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga murojaat qilaman. Mening hujjatlarim tayyor. U telefonni qo'ydi. Qo'llari titraydi. Yurak urishi tezlashgan. Lekin u o'tirdi va kutdi. 2 kun o'tdi. Hech narsa bo'lmadi. Bir hafta o'tdi. Tender natijalari e'lon qilindi. Malika emas, boshqa kompaniya g'olib bo'ldi. Siz deyishingiz mumkin, mana natija. Halollik yutqizdi. Lekin kuting. 3 oy keyin o'sha g'olib kompaniya qurilish boshlagandan so'ng nazorat organlari tekshiruv o'tkazdi. Materiallar sifati past. Hujjatlar soxta. Loyiha muzlatildi. Kompaniya rahbari jinoiy javobgarlikka tortildi.
Va aynan o'sha payt viloyat hokimiyati Malikaga qo'ng'iroq qildi. Malika xonim, sizning kompaniyangizni bilardik. O'sha tenderda siz 2-o'rinda edingiz. Hozir biz yangi shartnoma taklif qilmoqchimiz. Shu loyihaning qolgan qismini. U bu safar shartnomani imzoladi. O'z shartlarida. Hujjatlar toza. Munosabatlar tozalab. Va loyihani muddatida sifatli topshirdi. 1 yil o'tib, o'sha maktabda birinchi qo'ng'iroq chalindi. Malika ham o'sha marosimda edi, bolalari bilan. Malika yolg'iz emas. Va bu muammo faqat O'zbekistonga tegishli emas. Keling, bir necha raqam va haqiqatni ko'rib chiqaylik. Jahon banki tadqiqotlari ko'rsatadiki, ayol tadbirkorlar korrupsiyaviy bosimga erkak tadbirkorlarga nisbatan 30-40 ko'proq duch keladi. Sababi ayollar yumshoqroq deb o'ylanadi. Lekin tajriba shuni ko'rsatadiki, ayollar ko'pincha bu bosim bardosh berish jihatidan kuchliroq. Malika bu statistikaning jonli isbotidir. McKinsey & Company tadqiqotiga ko'ra, korrupsiyasiz ishlaydigan kompaniyalar o'rtacha 15-20 ko'proq uzoq muddatli daromad oladi. Chunki, birinchidan, ular jinoiy javobgarlik xavfisiz ishlaydi. Ikkinchidan, ularning obro'si saqlanadi. Uchinchidan, ular sifatli mijozlarni jalb qiladi. Malika ham buni tushundi. Lekin tushunarli bo'lishi uchun og'riq kerak bo'ldi. Men yana bir qisqa hikoya aytib beraman. Dilnoza, 41 yoshli moliya mutaxassisi. Samarqandda xususiy audit kompaniyasi boshqaradi. U ham bir kuni katta davlat shartnomasi uchun ariza berdi. Unga ham o'xshash taklif keldi. Pul shaklida. Aniq raqam bilan. Dilnoza rad etdi. Lekin u bir narsa qildi. Hamma narsani anonim tarzda agakiga yubordi. Rasmiy murojaatnomasini yozdi. Natija. O'sha yili o'sha idorada 3 nafar amaldor lavozimidan tushirildi. Dilnoza tenderni olmadi. Lekin u o'sha tartib o'zgargandan keyin o'tkazilgan keyingi tendorda g'olib chiqdi. Siz endi nima deb o'ylayapsiz? Halollik bu zaiflikning belgisi emas. Ba'zan halollik eng kuchli strategik qaror. Endi eng muhim savol, agar siz ham shunday ahvolga tushsangiz, nima qilasiz? Men sizga bir necha amaliy maslahat berayin. Birinchidan, hamma narsani yozing. Har qanday noodatiy taklif, aloqa yoki muloqotni qayd qiling. Sana, vaqt, kim aytdi? Qanday shaklda? Ikkinchidan, O'zbekistonda agaki, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mavjud. Ularning anonim murojaat kanali ishlaydi. Undan foydalaning. Uchinchidan, tadbirkorlar assotsiatsiyalari va huquq yordami markazlari bor. Yolg'iz qolmang. To'rtinchidan, reputatsiyangizni asrang. Bitta tender yo'qoladi. Lekin obro' bir umr qoladi. Yoki yo'qoladi. Beshinchidan, ham fikrlar bilan birlashing. Bir ovoz eshitilmaydi. Ko'p ovoz eshitiladi. Malika o'sha kecha stol yonida o'tirganda, u faqat tender haqida o'ylamagan edi. U oz-og'li haqida o'ylagan edi. U o'sha og'il katta bo'lganda onasidan so'rashi mumkin bo'lgan savol haqida o'ylagan edi. Oyi, siz hayotda to'g'ri ish qildingizmi? Va o'sha savolga javob berish uchun u o'z qarorini qabul qildi. Men sizdan so'ramoqchiman. Siz hayotda qachondir shunday ikki yo'l oldida turdingizmi? Biri oson, lekin noto'g'ri. Biri og'ir, lekin to'g'ri. Ko'pchiligimiz turamiz. Ko'pchiligimiz noto'g'ri yo'lni tanlaganmiz ham. Chunki hayot shunday, ba'zan bosim shunchalik kuchli bo'ladiki, odamlar sinadi. Lekin Malikaning hikoyasi bizga bitta narsa o'rgatadi. Sindirgan narsa hamma vaqt ham oxiri emas. Ba'zan sinish yangi boshlashning boshlanishidir. Malika bugun ham ishlaydi. Kompaniyasi o'sdi. U endi yosh tadbirkorlarga mentorlik qiladi. Va u doim bir gapni aytadi. Eng qiyin qaror bu o'zingizga xiyonat qilmaslik qaroriga kelish. Lekin bu qarorni bir bor qilsangiz, ikkinchi bor osonroq bo'ladi. Aziz do'stlar, agar bu hikoya sizga biror narsa bergan bo'lsa, uni o'zingizda saqlab qolmang. Pastdagi kommentariyada yozing, siz bu o'rinda nima qilgan bo'lardingiz? Yoki siz ham shunday ahvolga tushganmisiz? Sizning tajribangiz boshqa birovga yo'l bo'lishi mumkin. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Do'stlaringiz bilan ulashing, ayniqsa tadbirkor do'stlaringiz bilan. Kanalga obuna bo'ling, chunki biz har hafta shunday haqiqiy hikoyalar va amaliy maslahatlar bilan qaytib kelaveramiz. Keyingi videogacha o'z qadriyatlaringizni asrang. Ular sizning eng katta boyligingiz.